Nechta tuqqansiz? Birinchisida yirtilganmi? Birinchisida yirtilganda, hozir kresloda ko'rdik, qarang nima bo'lgan. Birinchisida yirtilganda pastga qarab yirtilgan sizda. O'shani hisobiga orqa devorda opusheniyasi bor. Orqa devorda opusheniyasi bo'lganda, orqa devorda opusheniyasi nimadan kelib chiqib kelganda matkani ham o'z bilan tortib tushadi. Hozir sizda birinchi, ikkinchi stepen opusheniya bor. Birinchi, ikkinchi stepen opusheniya degani buni siz Kegel mashqlari bilan to'g'rilasiz degani. Kegel mashqlarini qilganingizda xuddi qisib siygandaqa tortaverasiz. Yurganingizda, turganingizda, televizor ko'rayotganingizda, kitob o'qiyotganingizda, ovqat qilayotganingizda ham dash qilishingiz mumkin bo'lardi. Kegel mashqlari o'sha yerdagi mushaklarni turg'orligini oshirib beradi, kuchini ko'paytiradi. Kachat kelgandaqa, mana kachoklarda muskullari chiqadi-yu, sizda ham xuddi shunaqa qinda mushaklari rivojlanadi. Shuni hisobiga ozgina bo'lsa ham sizga yordam bo'ladi. Lekin masalan 10 kun, 15 kun mashq qilganingizda tuzalib ketmaydi. 1 oy, 2 oy, 6 oy yillab qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin qachondir baribir ham qinda plastik operatsiyasini qildirasiz. Hozir sizga faqat Kegel mashqlari yordam beradi. Agar sizda opusheniya bo'ladigan bo'lsa, masalan bolalaringiz sal katta qilib olganingizcha, o'zini maxsus pisariylari bor. Pisariy ishlatib tursangiz bo'ladi, agar juda ham opusheniya bo'lib ketsa. Opusheniyani kuchaytirib olmaslik uchun nima qilish kerak? Fizический nagruzkani kamaytirasiz. Masalan 3 kilo, 5 kilodan og'ir bo'lgan yuklarni ko'tarmay turishingiz kerak. Keyin yana bitta narsasi, ichingiz qotmaslik kerak. Ichingiz qotganda kuchansangiz ham xuddi shu kartina bo'ladi. Bolalaringiz ozgina katta qilib olasiz, keyin bemalol operatsiyasini qildirsangiz bo'ladi, xo'p?